Demak, A kategoriya bo'yicha ko'pchilik qiynaladi imtihonda. Bunda 3 ta harakat bor. Bitta orqaga, bitta oldinga va bitta o'ng tomonga parkovka. O'ng tomondagi parkovkani hamma aytadi, juda ham qiyin deydi, o'tib bo'lmaydi deydi, lekin sekin qarab, o'yinlarga qarab harakatlansa, buni ham amallasa bo'ladi. Hozir shuni ko'rsatib beraman. Bu orqaga haydash bilan to'g'riga haydash oson, uncha qiyin emas. Shuning uchun faqat o'ng tomonga kirishni ko'rsataman. Shoshilmaymiz, bizning vaqtimiz juda ham ko'p bo'ladi. Sekin boraveramiz. To'g'rimiz berib, gazni ham ko'p bermasdan, sekin boraversak, bemalol kirib borsak bo'ladi. Mashinani o'sha orqa pritsipga qarab, ketadiganiga qarab kirib borsak bo'ladi. O'zi ko'rinib turadi, o'ynadan qarasak. Vaqtimiz juda ham ko'p. Mana mashina o'zi sekin o'sha yo'lga tushishni boshladi. Hozir men rolni ko'p burib yuboryapman. Endi siz imtihon jarayonida ko'p burmaslikka harakat qiling, chunki rolni qancha ko'p bursangiz, mashina to'g'ri shuncha qiyin bo'lib qoladi. Orqa prinsipda orqa balonlari o'sha chiziq bor, o'sha chiziqda borish kerak. O'shanga e'tibor beramiz. Keyin sizda bir marta oldinga olishga ham imkoniyat bo'ladi. Bu ham sizga ancha yengillik beradi. Ya'ni juda qiyin narsa emas. Mana mashinani to'g'rilab oldik parkovkaga. O'sha mashinaning soyasiga qarab ham bilsak bo'ladi. Orqa balonni qayerga mana? Orqa balon orqadagi o'sha stop chizig'iga o'xshagan oq chiziqlarni bosdi. Demak, biz bu harakatni topshirdik, ya'ni imtihonni bajarib bo'ldik. Endi bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Mana ko'rdingiz, bitta urinishda men shunda ham anchadan beri haydamagandim. Bunaqa test haydamagandim, furada haydaganman. Ozroq ruli ko'p bo'lib qiynalib qoldim. Endi birinchi marta bunaqa parovoz deydimi, ko'chalarda parovoz haydashim, lekin amallasa bo'ladi. Faqatgina bahona qilmas kerak, o'ng tomon qiyin, nima degan bahona qilmas kerak. Shunchaki e'tiborli bo'lish kerak, o'yinlarga qarash kerak. Hammasini amallasa bo'ladi. Kimga shunaqa imtihondan o'tish xizmatlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga ham amaliy, ham nazariy imtihonlarda yordam beramiz.